Necis va ximiyalik o'g'itlarni ishlatish va setishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Hojatxona yonidagi daraxtning mevasini, yana odam, cho'chqa nijosatlari ximiyalik o'g'it bilan o'g'itlangan parnikdagi sayyohlarni yeyish joizmi? Ximiyalik o'g'itlarni ishlasak bo'lamdi? Tijoratini qilsaqchi? Topgan pul halolmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashabillarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Dal daraxt va ziroatlarni mayoq, tezak, ganda qatorliq inson va hayvonlarning po'q suydiki, qon, top va ustixon qatorliq nejis moddalar bilan o'g'itlash va avrat suvlardek nejis suvlar bilan sug'urish, shundaqla uningda o'g'itlangan ko'ktat, meva-cheva va ziroat usullarini odamzod va chorva mollarining iste'mol qilishi ko'pchilik olimlarning nazarida joiz. Chunki bu turli ziroat va yezi egilik mahsulotlari pokiz bo'lib, uningda maynat o'g'itning hech qanday asiri qolmaydi. Imom Ibnul Qayyim aytadi: ko'pchilik ulamolar nejis hukmidagi tezak, mayoqlarning moddasining o'zi najosat bo'lishiga, dehqonning badan va kiyim-kechaklariga tegib ketishiga, shundaqla ziroat, meva-cheva va o't yashqqa ta'sir ko'radiganligiga qaramay, zaminni gullantirish uchun ziroat, meva-cheva va o't yashqqa o'g'it qilib, uningdan foydalanishni joiz deb qaradi. Maliki mazhab olimlari maynat suv bilan sug'urilgan yoki maynat urug'idan o'sgan ziroatning o'sib chiqqan baqlari, uningdan tushgan qo'g'un, tavuz va tarxamakdek mosullar maynat narsasi tegmagan bo'lsalar pokiz. Uni yuyish hojatsiz. Ammo maynatlik yo'qan ziroat yoki urug' yanada maynat. Iste'mol qilishdan burun uni yuyish lozim degan. Imom G'azaliymi zaminni nejis hukmidagi mayoq tezaklar bilan o'g'itlash uningga ehtiyoj zo'r bo'lganlikdan Shafiiy mazhabda joiz deyilgan degan. Imom Navaviymi Shafiiy mazhabda zaminni mayoq va tezak qatorliq nejis hukmidagi narsalar bilan o'g'itlash haqida qarash o'xshashmasligi bo'lganligi va Shafiiy mazhabdagi to'g'ri qarashning makruhlik bilan joiz ekanligini muayyanlashtirgan. Lekin Shafiiy mazhab it bilan cho'chqaning po'qini mustasno qilib, uningda o'g'itlash joiz bo'lmaydi deb qaragan. Yuqoriga qarashdagi ko'pchilik olimlar bir tarafdan zaminni maynat narsalar bilan o'g'itlash ehtiyoji bor hamda sahobalarning shundoq o'g'itlaganligi ishonchli yo'llar bilan kelgan deb qaragan va Said ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhuning terilg'u yerini ganda bilan o'g'itlaganligi va bir sivat ganda bir sivat oshliqqa barobar deganligini rivoyat qilishgan. Musulmonlar uzun zamonlardan beri bu turli maynat o'g'itlarni ishlatib kelgan va o'zaro uning savdosini qilishgan. Texi yaqinqi zamonlargacha dehqonlarimiz qig' va gandalarni o'g'it qiladi. Lekin hozirgi ilm-fan taraqqiyoti bu turli o'g'itlarni ziyonliq deb qaramoqda. Yana bir tarafdan ko'pchilik olimlar nejis o'g'itning boshqa moddaga aylanib ketish nazariyasiga tayangan bo'lib, bu nazariya bo'yicha bo'lganda yemak-ichmak keyin gandaga aylansa, maynat bo'lgandekla u keyin don va mevaga aylansa, maynatchilikdan asar qolmasa pokiz bo'ladi. Buningga Hanbali mazhabidagi Ibn Aqil qatorliq ba'zi olimlarmi qo'shilgan. Hamda ular Shafiiy mazhabidagi qarashdek maynat o'g'it bilan o'sgan ziroat va mevalar harom emas, makruh bo'ladi. Uni maynat deb hukm qilmaymiz. Chunki nijosat uning ichida yo'qab ketadi va bu yo'qab ketish bilan pokiz bo'ladi. Bu xuddi qon hayvonning badanida go'shtga, sutga aylanib ketgandek bir ish deb qaragan. Ammo Hanbali mazhab qarashida maynat suv bilan sug'urilgan yoki maynat o'g'it bilan o'g'itlanib o'sgan ziroat va mevalar harom bo'lib ketadi. Chunki ularning qarashida yuqorqi nazariya bo'yicha maynatlik yo'qab boshqa moddaga aylanib ketmaydi. Ularning qarashida yana nejis suv yoki o'g'it ishlatilgandan keyin pokiz suv bilan sug'urilsa va bu pokiz suv bilan burunqi maynat modda qolmasa, pokiz va halol bo'ladi. Chunki po'q yegan hayvonlar so'linib pokiz halab bilan boqilsa, pokiz bo'lganiga o'xshash pokizlovchi modda nijosatlarni tozalaydi. Bular yana sahobalardan kelgan tuvandagi rivoyatlarga tayangan. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundaq degan: biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zaminini ijaraga berib, ularga odamzod gaddasi bilan o'g'itlamaslikni shart qilatdik. Ibn Umar radhiyallohu anhumaning yerini ijaraga olg'uvchilarga ganda bilan o'g'itlamaslikni shart qilganligi va yerni ganda bilan o'g'itlagan kishiga Umar radhiyallohu anhuning insonlarga ulardan chiqadigan narsani yegizadigan kishi sanmi deganligi rivoyat qilingan.
undaq usullar haram bo'lmagan bo'lsa edi, sahobalar undaq shart qo'ymagan bo'lardi. Lekin qaraydigan bo'lsak, sahoba kirimlar o'ttiridagi bu xil qarash o'xshashmasligi faqat inson gandisi bilan o'g'itlash masalasida kelgan bo'lib, tezak yoki mayoqlar to'g'risida biror rivoyat kelmagan. Yuqoriqilarda ma'lum bo'ladi-ki, bu ishda Hanbaliy mazhabda haram, Shafiy mazhabda makruhlik bilan joiz degan qarash bo'lsa-mu, maynat narsalari bilan o'g'itlash va sug'urish masalasida ko'pchilik olimlar maynat o'g'itning meva-cheva va ziroatlariga ta'sir bo'lmaydi. Chunki u maynatlik pokiz g'izoga aylanib ketgan deb qaragan. Meva-cheva yoki usulda ya puroq, ya rang yoki tam jihatdan hech qanday asar qilmaganligini buni ta'kidlaydi. İmam İbn Hazm aytadi: "Jahondagi har qanday narsa shundoq. Masalan, qon go'shtga aylanib ketsa, u bu chaqda go'shtdir, qon emasdir. Go'sht mayga aylanib ketsa, u go'sht emas, maydir. Mayoq, tezak, ganda, suv va tuproqlarning hammasi xurmo daraxtida yo'qab, yupurmoq va o'l xurmoga aylanib ketadi. U chaqda bularning hech bir qismi tezak yoki tuproq yoki suv emasdir. Balki u halol, pak o'l xurmo mevasidir. Boshqa barliq o'simliklarda ham shundoq." Ahvol shundoq bo'ladi ekan, maynat o'g'it ishlatilgan ziroat usullari va meva-cheva o'tiyashlarni pokizligi jihatdan iste'mol qilishga bo'ladi. Lekin bundaq meva-cheva, o'tiyash va oshliqlarni iste'mol qilish tan salomatligiga ziyonli bo'lib qolsa, bu ayrim masala. Buni doktorlar, biologlar va yemaklik kasbidagilar ayirib berishi mumkin. Agar tan salomatligiga ziyonli desa, ziyonli darajasiga qarab uni iste'mol qilish ya makruh ya harom bo'lishi mumkin. Mutaxassislarning aytishicha, odatda saq insonning suvdagi mikrobdan xoli bo'lib, uni o'g'itlashda ishlatsa salomatligiga ziyonli tarafi yo'q. Lekin ganda o'g'it qilib ishlatilsa, ziroat va o'simlik ko'rinarlik aynib ketgani bilan uningdagi turli bakteriya tufayli usullarni uzun muddat iste'mol qilish tifod, maddi quriti, kolera va bolalar palashligi qatorliq ba'zi kasalliklarni keltirib chiqaradi ekan. Bu turli o'g'it kun ko'rsa, ziyni yengillaydi ekan. Shundaqdimi, ba'zi bir chora-tadbirlarni qo'llanmayla ishlatgan taqdirda xatarlik deb qaraladi ekan. Bu sababdan ba'zi davlatlardagi Sahiyya ministrliklari gandani bevosita o'g'it qilib ishlatishni cheklab, ma'lum o'lcham va ishlatish sifatini belgilagan va usul ilishdan 15 kun burun o'g'itlashni to'xtatishni shart qilgan. Buningga munosabatli o'lcham va shartlar xali ko'p. Uning ustiga gandadagi qo'g'ishinga o'xshagan ba'zi erimaydigan moddalarning ashliq va meva-cheva ko'ktatlariga yo'tkilib, oxirida inson badaniga kirdiganligi aytilmoqda. Tan salomatligiga ziyonli bu tarafi ilm-fanda isbotlangan desak, bu ziyon yengil bo'lsa, Shafiy mazhabidagi makruhlik bilan joiz degan qarashga, ig'ir bo'lsa, Hanbaliy mazhabidagi harom degan qarashga udul keladi. Va sahobalardan kelgan cheklaganligi haqidagi rivoyatlarmi buning bilan jipslashadi. Hojatxona yonidagi daraxt mevasini iste'mol qilishmi yuqorqidek muboh doirada. Mevaga maynat modda tekkan yoki puroq singib qolgan ahvolda cho'qim yuyib ondan iste'mol qilish lozim. Bo'lmasa salomatlikka ziyon yetadi deyilsa, iste'mol qilishga bo'lmaydi. Astiga yoki yeniga eshak, cho'shqa va boshqa o'lib qolgan ot, qo'y, kala qatorliq hayvonlarning toplari ko'milgan dal-daraxt o'simliklarning mevalarini iste'mol qilish, shundaqla qabristondagi dal-daraxt o'simliklarning mevalarini iste'mol qilishmi ko'pchilikning qarashi bo'yicha mubahdir. Agar salomatlikka ziyon yetadi deyilsa, ondan iste'mol qilishga bo'lmaydi. İmam Ahmad rahmatullohi alayh qabrlar orasidagi quduqning suyini, uningdan o'sgan dal-daraxt mevasini va o'simlikni iste'mol qilishni xuddi maynat o'g'it ishlatilgan ziroat va maynat narsa yegan hayvonga o'xshash yomon ko'rgan. Lekin Hanafiy mazhabidan boshqa ko'pchilik olimlar meyit musulmon bo'lsin yoki kofir bo'lsin, odamzod nejis emas, pokiz deb qaragan bo'lib, bu qarashga asosan qabristonda o'sgan dal-daraxt mevasini va o'simlikni iste'mol qilsa bo'ladi. Buningga munosabatlik yana ziroat usullarini oshirish, sortini yaxshilash va mevaning hajmini yo'g'intish uchun ishlatilgan hormonlarmi agar inson va chorva mollarining salomatligiga ziyonli bo'lib, Sahiyya ministrliklari cheklagan bo'lsa, bundaq hormonlarni ishlatish ziyon urganlik va saxtlik qilganlik jihatdan harom bo'ladi. Uningdan topgan pulmi harom bo'ladi. Sahiyya ministrligi ruxsat qilgan doirada ishlatsa mayli. Ximiviy o'g'itlar nejis moddalardan yasalib, ximiylik o'zgarish bilan pokiz moddaga aylangan bo'lsin yoki aylanmagan maynat o'g'it bo'lsin,
Ko'pchilik ulamolarning qarashi bo'yicha inson va chorva mollarining salomatligiga ziyonli bo'lmagan taqdirda Sahiyya ministrliklari bekitgan o'lcham bo'yicha muvofiq miqdorda ishlatish joiz. Buningga asosan uni elib setishmi joiz. Bu joizlik hukmi pokiz yoki tegi maynat bo'lsa-mu, ximiyalik o'zgarish natijasida maynatligi yo'qolgan ba'zi sun'iy o'g'itlar bilan cheklanib qolmagan. Hanafiy mazhab olimlari maynat o'g'itlarini setish joiz deb qaragan va mayoq va tezaklardan foydalanish, uni yiqilg'u qilish joiz. To'piga aralashgan gandimi shundoq. Bulardan foydalanish joiz bo'lgandan keyin bu mol-mulk hisoblanib, uni setishmi joiz degan. Maliki mazhabdagi bu qarashdimi maynat tezaklarni setish joiz. Ammo Maliki mazhabning yana bir qarashi bilan boshqa Shafi'i va Hanbali ulamolar nejis o'g'itni setishni cheklagan. Xulosalaydigan bo'lsak, tan salomatligiga ziyoni isbotlanmagan ahvolda maynat yoki ximiviy o'g'itni muvofiq ishlatish, uningda o'sgan hosillarni iste'mol qilish joiz. Natijada undaq o'g'itlarni setishmi joiz bo'ladi. Odamzod va chorva mollar iste'mol qilmaydigan hosillarga yoki bog'cha yoki zinnat dal daraxtlariga o'g'it ishlatish va u turli o'g'itlarni setishmi joiz. Odamzod va chorva mollariga ziyonliligi isbotlangan hormon va shuningdek ziroat dorilarini ishlatish, uni elib setishmi haram. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 2-tom 92 nomerlik fatvo.